joyi kelsa nolib qolamiz. Meni tanishim boy va davlat bo'lgandan keyin o'zgarib qoldi yoki bo'lmasam mansabdor bo'lgandan keyin o'zgarib qoldi yoki bo'lmasam meni bankrotga uchradim, tanishlarim o'zgarib qoldi degan gaplarni gapiramiz. Lekin aslida unday bo'lmagan. Bilasizmi? Ularning ichida bu narsa bo'lgan. Faqatgina biz o'ylaymizki, ular keyinchalik o'zgarib qolishi, ular o'zgarmagan. Ular shunday insonlar bo'lgan. Faqatgina yuzlarida niqob bo'lgan xolos. Ular niqoblarini yechishdi va asl yuzlarini sizga ko'rsatishdi xolos. Do'st tanlashga yo tanish bilish tanlashga juda ham ko'p adashamiz. Chunki deganda biz insonlar hozir insonlarda tashqi ko'rinishiga qarab baho beryapmiz. Qo'lidagi soatiga, ustidagi kiyimiga, mingan mashinasiga qarab. Undan chiqdi adashamizda. Biz insonlarning qalbiga qarashimiz kerak. Qalbida qanchalik go'zal narsalar bor, o'shanga ahamiyat berishimiz kerak.